2007-yil Brian Chesky va Jo Gebbe San-Fransiskoda yashardi. Ular ishlaridan katta daromad topmasdi va ijara pulini zo'rg'a yopayotgan edi. Shu payt ular bitta narsani sezdi. Shaharga katta dizayn konferensiya kelayotgan, mehmonxonalar to'lib ketgan. Ular oddiy yechim topdi. Uydagi bo'sh joyga havo to'shak qo'yish va kelgan mehmonlarni qabul qilish. Shu tariqa loyiha Airbed and Breakfast deb nomlandi. Mehmonlar havo to'shagida uxlar, nonushta berilardi. Dastlab investorlar pul bermadi. Kim begona odamni uyga kiritadi? Bu xavfli, bu biznes emas. Pul kam edi, loyiha sekin o'sardi. Lekin ular bitta muhim narsani tushundi. Muammo joyda emas, ishonchda edi. Profil, reyting, xavfsiz to'lov tizimi shundan keyin paydo bo'ldi. Sekin-asta Airbnb o'sdi. Uylar butun dunyodan qo'shildi. Mehmonxonalar raqobatchiga aylandi. 2020-yilda Airbnb birjaga chiqdi. Kompaniya bahosi taxminan $47 milliard bo'ldi. Ijara pulini zo'rg'a yopayotgan ikki yigit butun sayohat sanoatini o'zgartirdi. Bu Airbnb.